Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xudo xolasa Andijondagi yana bir ishimizni o'z yakuniga yetkazdik. Bu yerga biz 4 ta eshik, bitta rom o'rnatib berdik. Xudo xolasa chiroyli qilib oq klassika fasonda tepadagi qoshlari bilan zamoylari xudo xolasa yaxshidan bo'ldi. Rezinkalari, korobkalari hamma yo'g'i. Qalinliklari 0.8 lik MDFda bo'ldi. Orqa tomondagi holat romlar o'sha akfa ruchkadan qo'yildi. Oshiq moshiqlari akfa oshiq moshiqdan. Eshiklarimizga 4 tadan oshiq moshiq qo'yib berdik. Akalarni istaklariga qarab apkelska fasonda bo'ldi. Klassika. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu tomondagi eshiklar. Bu hammomning tashqi eshigi bo'ldi. Ichkarida yana bir eshigi bor. Akfadan qildiriladi. Bu hojatxonaniki, hammasi xullas chiroyli bo'ldi. Oshiq-moshiq hamma yo'g'i 0.8 lik MDFda bo'ldi. Akamiz Rossiyadan turib zakaz beruvdi. Xudo xolasa, menimcha o'zlariga ma'qul keldi. Aka, eshiklar qanday chiqdi xudo xolasa? Zo'r chiqdi. Islomlik. Dashi o'z zakaz qilgandek. Mana akamiz hamma chiroyli chiqdi. Rossiyadan turib zakaz berdi. Xudo xolasa ochilib yopilishlarini hammasini ko'rdim. Mana bittasini sizlarga ham ko'rsatib o'tamiz. Prosta narigilarda penalab qo'yilgan, hammasini penaga chiroyli ochilish, yopilish hamma yo'g'ini joy-joyida qilib berildi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bularning hammasi jami bo'lib 9.500.000 so'mga bo'ldi. Olib kelib ustunovka, oyna, poyna hamma narsasi akamiz chiroyli qilib oshib berib kuzatib qo'yapti. Xolos, u boshqa yugur boshqasi yo'q, xudo xolasa. Qolgan hamma narsasi ichida bo'ldi. Oynalar hammasi germetikaga o'rnagan, original zamok, oshmoqlari bularki 4 tadan, bulardagi 3 tadan bo'ldi. Hammasi joy-joyida bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmatlarimiz bor. Vodiy bo'yicha o'rnatib berish xizmatlarimiz hammasi shu summani ichida. Buni nimasi EcoShpontdan bo'ldi. EcoShpont MDFga bir yangilik. Bular ham mana o'ziga xos zamoylari ham patsvet moslab olingan. Qoshlari nalishliklari ham skromniy fasondan tanlagan. O'zlari qanday tanlagan bo'lsa, xuddi shunday qilib kelib o'rnatib ketyapmiz.